Bir xalqni zabt etish uchun har doim ham tank va samolyot kerak bo'lmaydi. Ba'zan uning qadriyatlarini o'zgartirish, halol deb bilganini eskilikka chiqarish va harom deb bilganini madaniyat sifatida taqdim etishning o'zi yetarli bo'ladi. So'nggi yillarda O'zbekistonda ochiqlik, turizm, zamonaviylik shiorlari ostida o'tkazilayotgan ayrim tadbirlar ana shu savolni yana kun tartibiga olib chiqmoqda. Toshkentda o'tkazilgan pivo festivali shulardan biridir. Savol shundaki, nega aynan kitob festivali emas? Nega ilm festivali emas? Nega xalq orasida oilaviy ajrimlar ko'payib borayotgan bir paytda oila institutini mustahkamlashga bag'ishlangan umummilliy harakat emas? Nega aynan pivo? Bu savolga javob berish uchun festivalning tashqi ko'rinishiga emas, uning jamiyat ongiga qanday ta'sir qilishini tahlil qilish lozim. Pivo festivalining eng katta yutug'i minglab insonlarga pivoni sotishda emas, uning eng katta ta'siri jamiyatda alkogolni odatiy holga aylantirishdadir. Kecha gunoh sanalgan narsa bugun bayram qilib ko'rsatilsa, ertaga u hayot tarziga aylanishi festival mutasaddilari va hukumat uchun eng katta ahamiyatlisi shudir. Tarix shuni ko'rsatadiki, har qanday ma'naviy tanazzul avval fikrda boshlanadi, keyin odatga aylanadi, keyin esa avlodlarni o'z domiga tortadi. Bugun festival, ertaga brend, indinga esa hayot me'yoriga aylanishidir. Bu esa buzuq g'arb va bosqinchi Rossiya xalqimizni cho'ktirishni istagan narsaning xuddi o'zginasidir. Holbuki alkogol hanuz insoniyatning eng katta ofatlaridan biri bo'lib qolmoqda. Millionlab oilalar parchalanmoqda. Millionlab insonlar sog'ligini yo'qotmoqda. Jinoyatlar va baxtsiz hodisalarning eng katta qismi mastlik bilan bog'liq. Buni o'zbek hukumatı bilmaydi, deyish g'irt ahmoqlikdir. Bu yerda masala hukumat ongli ravishda millatni qaysi tomonga yetaklayotganidadir. Agar musulmon xalqning ko'chalarida ichkilik bayram qilinayotgan bo'lsa-yu, ammo Qur'on ta'limi hujralari, ilm va fikr maydonlarini ochish va u maskanlarda yoshlarga ma'rifat tarqatish hukumat nazarida jinoyat sanalgani uchun bo'sh qolsa, bu holat har bir vijdonli, iymon e'tiqodli insonni tashvishga solishi kerak emasmi? Millatning kelajagi pivo bokallarida emas, aksincha, iymonli, bilimli, aqidasi, axloqi mustahkam va mas'uliyatli avlod qo'lidadir. Alloh taolo Tahrim surasining 6-oyatida aytadi: Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara. Ey iymon keltirganlar, o'zingizni va ahli oilangizni yoqilg'isi odamlar va toshlar bo'lgan do'zax olovidan saqlanglar. Shunday ekan, musulmon xalqning farzandlariga bu ofatni madaniyat sifatida ko'rsatish qanday oqibatlarga olib kelishi haqida jiddiy o'ylash lozim. Hukumat jamiyatga gunohni chiroyli ko'rsatishga emas, yaxshilikni ommalashtirishga chaqirishlari, o'z farzandlarini iymon, ilm va taqvo asosida tarbiyalashlari uchun sharoit yaratishi lozimdir. Zero millatlarning kelajagi sahnalarda emas, ularning butun vujudi va hayot tarzi bilan islomga qattiq bog'liq ekanidadir. Aks holda hukumat o'z xalqini zalolatga botirib, tanazzulga yetaklagani va unga xiyonat qilgani uchun albatta javob berishi muqarrar. Olamlar Robbisi aytadiki: "Thumma inna robbaka lillazina amilus su'a bijahalah thumma tabu min ba'di zalika wa aslahu inna robbaka min ba'diha laghafurur rahim." Keyin bilmasdan yomonlik qilib qo'yib, ortidan tavba qilgan va o'zini o'nglab olgan kimsalar uchun albatta Parvardigoringiz kechirimli, mehribon zotdir.